Nihoyat uzoq kutilgan kun yetib keldi. Qo'qonda 1917-yil 27-noyabr Turkiston musulmonlarining 4-favqulodda qurultoyi bo'lib o'tdi. Aynan shu kun azaliy orzulardan biri ushalib, mustaqillik uchun ilk qadam tashlandi. Turkiston muxtoriyat, ya'ni avtonomiya deb e'lon qilindi. Uning poytaxti etib esa Qo'qon shahri belgilandi. Dastlab yangi davlat mana bu bayroq ostida tuzildi, lekin keyinchalik esa bu bayroqqa almashtirildi. Boshqaruv uchun Vazirlar Kengashi tuzilib, bosh vazir etib Muhammadjon Tinishbayev saylandi. Lekin keyinchalik uning o'rnini Mustafo Cho'qay egallagan. Yangi hukumat yosh mamlakatni rivojlantirish uchun kerakli barcha qarorlarni qabul qildi va harakatlarni boshladi. Lekin bolsheviklar millatlar qabul qilgan avtonomiyalarni umuman tan olmasdi. Qo'qon muxtoriyati ham bundan chetda qolmadi. Bolsheviklar muxtoriyat rasmiylariga so'zsiz taslim bo'lib, shaharni topshirishni taklif qilishdi. Lekin rad javobini olishgach, shaharda haqiqiy do'zax boshlandi. Konstantin Osipov boshchiligidagi kuchlar Qo'qonni to'xtamasdan artilleriyadan o'qqa tuta boshladi. Keyin yordam uchun umum hisobda 11 eshelonda Toshkentdan askarlar va qurollar yetib keldi. Shaharga Qizil armiya va armanlarning Dashnak Chuchun partiyasining qurolli kuchlari ham tashlandi. Aynan ular Qo'qonda misli ko'rilmagan qirg'in barot uyushtirishdi. Qariyalar, ayollar, bolalar, hattoki beshikdagi go'daklar ham so'yib tashlandi. Shahar yer bilan yakson qilindi. 3 kun muxtoriyat kuchlari va shahar aholisi bolsheviklarga qarshi ayovsiz kurash olib bordi. 3 kun davomida millat ozodligi mardonavor himoya qilindi. Lekin uning oxiri ayanchli yakun topdi. 10 mingdan ziyod Qo'qon aholisi umum muxtoriyat hisobida 50 mingga yaqin inson qirib tashlandi. Bu voqealardan so'ng aynan Qo'qondagi Rus Osiyo banki binosida bolsheviklar tomonidan qo'shtirnoq ichida tinchlik sulh tuzildi va Turkiston muxtoriyat hayotiga nuqta qo'yildi. Eng qizig'i, bu sulhni muxtoriyat tarafdan hech qanday rasmiy shaxs imzolamagan. Bolsheviklar ko'chadan duch kelgan insonni ushlab kelib, imzo chekishga majbur qilishgan. Atigi 72 kungina umr ko'rgan bu davlatni xuddi beshikda bo'g'izlangan go'dakka tenglashtirishdi. Shu voqealardan so'ng ham gugurt bir tiyin edi deb maqtana olasizmi? Xulosa o'zingizdan.